Ayol farzand dunyoga keltirgandan keyin dastlabki 24 soat ichida inson biologiyasidagi eng dahshatli holat gormonal qulash yuz berishini bilasizmi? Shuning uchun siz qancha ko'p uxlamang, o'zingizni holsiz va nimjon his qilaverasiz. Ayniqsa tug'ruqdan keyingi soch to'kilishi, asabiylik va quvvatsizlikni uyqusizlik deyish bu eng katta xato. Tana 9 oy davomida o'zidagi bor kalsiy, temir va quvvatni bolaga berib yuborgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlaydiki, tug'ruqdan keyingi temir tanqisligi bu eng keng tarqalgan muammo. Oddiy charchoq emas, bu haqiqiy hujayraviy ochlik. Shuning uchun Sharq tabobati asrlar davomida tug'ruqdan keyin darhol xilba ichishni tavsiya etgan. Chunki xilba temirga boy va toza asal bilan birgalikda qabul qilinganda temir qonga yanada yaxshi so'riladi. Tana o'z quvvatini tezda tiklaydi. Arab tabiblari bu kombinatsiyani ona dori deb atagan. Bugungi ilm ham tasdiqladi. Sunnah Products taqdim etayotgan toza xilba urug'lari va tabiiy asal onalar salomatligi uchun eng xavfsiz sarmoyadir. Tanangizni majburlamang, unga yordam bering. Xilba va asalni qanday o'lchovda to'g'ri ichish kerakligini izohlarda yozib qoldirdik.